Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bizamizni yaqindan kuzatib turgan akalar ukalar, xudo xolasa mana Farhod bozoriga keldik. 85-do'konga. Optim narxlar, arzon va sifatli mana benzopilalar bor ekan. Aka, assalomu alaykum. Elektropilami? Qancha bo'lyapti? 300 mingdan boshlanadi, 600-700 minggacha. 600-700 minggacha, bir 300 mingga boshlanadi. Narxlari. Kaselkalar qancha bo'lyapti aka? 100 mingdan boshlanadi, 700-800 minggacha. 400 minggacha. Misol, mana bu qanchadi? Birinchida kattasi. 450 ming. 450 ming. Ha. Nomi nima edi buni? Fanta. Tamam. Ro'zg'orbop, bo'lasa. Tekin ekkan akalar bo'lsa, makka bidalarni bo'lasa zo'r chatga urib beraveradi mana. Bular aka suvni asosan adashmasam. Glubinning asoslari. Qanchadan aka bular? Eng arzoni 500 mingdan boshlanadi, ko'tarilib ketaveradi. 500 mingdan ko'tarib ketaveradi. Kelaverasizlar, xudo xolasa. Tokni bir xil ushlab beradigan. Nomi nima edi buni? Stabilizatsiya. Mana aka. Kelar, xudo xolasa kelaverasizlar mana. Mana aka shurpyorlar bor ekan. Mana suvni asoslar bor ekan. Har xil motorlar ham bor. Mana benzopilarni har xilidan bor. Sifatiga yarasha narxlari ham shunday. 150 mingdan. Mana bular benzopil, ular boyagilar elektropil ichida bular. Aka, mana shuni nechi pul? Misol 400 ming. 400 ming so'm. Mana bunisi Rolf. Rolf 850 ming. Rolf kuchliroqda bular. Rolf 850 ming so'm bo'lyapti. Kompressorlar qancha aka? Kompressorlar 800 mingdan boshlanadi. 8 ming ha. 800. Sonra bunisi qanchadi? Ubay. Mana shu 850 ming. 850 ming. Kattasichi bunisi? Kattasi 1 million 300. 1 million 300 ming ekan. Mana bo'lsa. Dvijoklar bor, mana dvijoklarni zo'rlaridan, sifatlilaridan. Har xil zapchastlar ham bor. Benzopila, kaselkani zapchastlaridan ham bor. Mana bu Gilza Porsche deydi ha buni. Benzopila, o'tiradigan apparat. O'shalar ham Gilza Porsche'lar ha. Karcher zapchastlar. Mana seplar bor. Har xilidan. Ishladimi? Benzopilalar. Porsche'lar har xilidan bor. Xudo xolasa kelib telefonlashib kelsangiz, telefon nomerlarini qoldiramiz akalar. Xudo xolasa kelaverasizlar. Aka, telefon nomer aytib yuboring. Aka, telefonlashib kelishaveradi. 91lik 91lik 224 224 4733 4733 81-magazin. 80 ming Optim magazin Farhod bozorga. Mana aka, bular qanchadi? Bular hammasi price narxda bular. Optim zavod narxida beriladi narxda. Qanchadan aka? 125 talik balgarkalar 220 mingdan boshlanadi, 220 400 minggacha. 400 minggacha mana. 180 taligi 380 mingdan boshlanadi, 800 minggacha. Mana arzon bo'lib qoldi, kelaverasizlar xudo xolasa. Assalomu alaykum. Mana keyingi do'konga keldik. Aboy. Do'kon, assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Mana Aboyning go'zallari, chiroylilari, вообще sifati ham, o'zi ham xudo xolasa. Aka, bular necha puldan bo'lyapti Aboylar? Bu qatorlarimiz Xitoy super mo'yinchilarimiz 220 ming so'mdan. Kelishtirib beramiz aytish narxi. 220 ming. Mana kelishtir, xudo xolasa telefon nomerlarini ham qoldirib o'tib ketamiz. Akani kelib kelishtirib beradilar. Bu qatorchi aka, mana bu qator. Bu qatorimiz boshdan oxirigacha bir narxi bir xil 220 ming so'mdan. 220 mingdan mana. Ko'rsataylik. Sifat aka, qanaqa nomi nimalar shuni aytib keting aka.
Bular Xitoy aboylarimiz super moychi. Bemalol yuvib artosiz bo'ladi. Ham devor trashani ketganiga ham cho'ziladi. Cho'ziladi, ha? Stiklariga garantiya beramiz. Ha, yorilsa devorlar, Shunaqa. devorlar yorilsa cho'ziladigan materialdan ekan. Ay, bolalar ruchka bilan yozib tashlasa yoki birini kir bo'lsa ham yuvib tashlasa bo'lagan moychi mana. Bular aka qanchadan? Bular 180 ming so'mdan Xitoy aboylarimiz, bular ham super moychi. Bemalol yuvib tozalasangiz bo'ladi. Xitoy aboylar, ha? Aha. 180 mingdan bu sal arzonroq, lekin ishqilib yaxshi sifati ham. Sifatiga garantiya beramiz akajon. Sifatiga garantiya ham, xudo xohlasa. Har xil rangdagi, har xil turdagidan mana kelib telefonlashib kelib, xudo xohlasa. Do'kon aka nechinchi? 30-nechinchi? 38-do'kon. 38-do'konga kelib Samarqanddagi shular bular ham shunaqa, ha? Bular bastagilar super moychilarimiz 130 ming so'mdan chiqadi. Mana bu o'rta qatordagilar 50 ming so'mlik. Ular 50 ming so'm. 50 ming so'mda. Mana bu tarafdagi yerlarimiz 150 ming so'mda. Bular skidka variantlarimiz. Hammasidan soni bor. Xudo xohlasa kelishtirib, yanada kelishtirib yuraverasiz, ha? Xudo xohlasa. Kelishtirib beramiz avvalgi. Ibrohim bozorchi profilidan kelsanglar, videodan ko'rdik deb kelsanglar, xudo xohlasa kelishtirib berishaveradilar. Mana bu qatorimizdan 50 ming so'mdan vitrinlardan, admitonlardan. Bular metr qanchadan dedingiz? Bitta ruloni 50 ming so'mdan. Bitta rulon 50 mingdan, ha? Mana arzon bo'lib qoldi, xudo xohlasa kelib ketaverasizlar. Bular qayerdagi? Bular o'zimizni, O'zbekiston. O'zbekiston mahsulotlari, ha bu. Shunaqa. Sifati yaxshi, ha bularni ham. Sifatiga garantiya beramiz bular. Bular aka? Bular ham 180 ming so'mdan bular. Bular 180 ming mana bular. Braziliyada. Xudo xohlasa yanada kelishtirib berasiz, ha aka, Kelishtirib beramiz. Telefon nomer qoldiraylik aka. 97lik 222 2004. 97lik 222 2004 mana kelib ko'rasizlar. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xohlasa yana keyin yana videolarni chiqarib boraveramiz nasib inshaalloh. Mana hurmatli obunachilar, keyingi do'konga keldik. To'rtinchi do'konga. Farhod bozordagi. Mana aboylar har xilidan bor. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Qancha bo'lyapti aka bularning narxlari? 50 mingdan boshlangan aka, 480 minggacha bor bo'lar. Bu qator qancha? Bular rossiyskiy bo'larimiz 290 ming aka. Rossiyskiy, ha bular. 250 mingdan chiqadi oxirida. 250 ming. Bo'lishini kelishtirib aytsangiz, xudo xohlasa kelishaveradi. Telefon nomer qoldiramiz. Bular qanchadan? Shu qator to'liq hammasi rossiyskiy bo'lar aka. Polni, ha? Ha, polni rossiyskiy bo'lar. 250 mingdan chiqadi, ha? Yanada kelishtirib berasiz, ha? Hozir bir ko'rsatib o'tib ketaylik. Har xil turida. Rossiyskiy bo'lar. Hozir ham bitta ko'rsataylik videodan. Mana xudo xohlasa kelib, xohlagan rangidan, xohlagan turidan bor kelib kelishtirib berishadi, xudo xohlasa. Olaverasizlar kelib. Bu tarafdagilar turistka bo'larimiz. Turistka bo'lar bular. Bular narxi qancha aka? Bular 480 ming aka. Sifati ham o'shanga yarasha. Bo'lish qancha? Sotilish qancha bo'ladi? Sotilish qancha? 450 430 qilib beramiz aka, xudo. 430 dan, ha? Yanada kelishsa bo'ladi, xudo xolasa kelsanglar. Mana. Juda chiroyli ishlangan, sifatli. Mehmonxonalar uchun sifatli vobshe juda kelaverasizlar, xudo xolasa. 4-do'konga Farhod bozordagi. Mana. Bular qanchadan aka? Bular 170 ming variant aka. Bular 170 ming, ha? Qayerdagi bular sifat ham? Xitoydagi aka. Xitoydagi, ha? Sifatiga garantiya, ha bular. Sifatiga garantiyasi bor. Keltirishini ichida beradigan. Mana aka. Bemalol kelib savdolashib olaverasizlar, xudo xolasa. Mana juda o'ta go'zal bo'lgan. Bularchi aka? Tarafdagilar 150 ming so'm, vaqtida 200 ming, 210 ming sotilgan bo'lar. Ha, skidka bo'lib qoldi-da. Skidka bo'lib qoldi, 10% skidka qilib bilan 150 ming so'mdan chiqadi. Ha, juda qulay ekan bular. Bular kamroq
Lekin sifatlisidan qidiryapman, olmoqchiman degan akalar bo'lsa, mana kelib bemalol olishaveradi. Har xil rangidan bor. Bular aka Bu tarafdagida 250 ming aka. 250 ming. Bo'lish qancha bular? Oxiri 180 mingdan chiqadigan variant. Oxiri 180 ming. Bu qayer tovari? Bular Xitoydagi. Xitoy tovari, ha, bular. Обычный variant bo'ladi. Managa вообще. Udar. Bu yerda ham juda o'ta go'zal bo'lgan aboylar bor. Bular qanchadan aka? Bular 150 ming so'mdan aka. Bular Max Sticker firmasi. 150 ming. Bo'lish qancha, sotilish qancha sotiladi aka? Bular oxirgi narxi shunday. 150 dan, ha? 150 ming so'm. Mana bu tarafda joylari bor. Ha, xudo xolasa, realni olish niyatda kelishsa, savdolashib olishaveradi, xudo xolasa. Instagramda Ibrohim bozorchi profilidan kelsanglar, yana kelishtirib berasiz, ha, xudo xolasa. Kelishtirib beradi. YouTube'da Ibrohim TV. Aka, bular qayer tovari bular? Max Sticker Toshkentdagi o'zimizniki. Toshkent o'zimizniki, ha? Farhod bozorga 4-do'kon, keyin ikkinchi do'konlarda o'tdikda, 38-do'konda kelaverasizlar. Uni ham video qildik, video obzor qildik. Bular ham shunday O'zbekistonnikimi? Bular o'zimizniki aka. Bular 50 ming so'mga bo'lar. Bular 50 ming so'mdan. Bular ham yaxshi sifati. Bular sifati yaxshi aka. Bemalol kelib ko'rib olaverasizlar. Rahmat akajon. Sog' bo'ling. Mana akalar, keyingi do'konga keldik. Farhod bozoridagi 3-9 ekan do'kon. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka, emulsiya bular. Har xilidan. Mana bular abrazislardan shunaqa rangdagi. Ha, bular boshqa narsa? Bular Atachenta. Adashib ketdim. Bular qanchadan aka atachentalar? Atachentalariga sotiladi 600 mingdan 1200 minggacha. 600 mingdan 1200. Har xil turda, har xil rangdagi, ha? Bular qanchadan aka? Emulsiyalar aka. Emulsiyalar. Bular kilosi 18 mingdan chiqadi. Kilosi 18 ming, ha? Bo'lish qancha? Optim. Kelishsa beramiz. Kelishsa bo'ladi, ha aka? Kelishsa ustiga chiqarib beramiz. Bularning sifati o'shalarning bir xilmi yo har xilmi? Sifat zo'r aka. Zavod narsa. 12 dan sotamiz shuni. Arzon qilib berishaveradi, xudo xolasa, yana kelishsanglar. Keluvchilar shonatib beramiz. Bular travertina aka? Bular trayetinni katalog aka. Katalog, ha, travertina. Bular qanchadan chiqyapti aka? Trayetinni aka 120 mingdan 250 minggacha bor. 250 ming, ha? Har xil shaklda. Bucha aka? Bu shu trayetin fason. Fason, ha? Adbitorniga fason yangicha. Bu qancha aka? Bu trayetin chiqadi. Travertin chiqadi, ha? Shunday fasonga chiqarishadi, ustalar endi. Shunday. Bular aka? Bu shu trayetin. Travertin, ha? Bular Atachenta. Bular qancha? Bular shunday. Telefon nomeri ayting aka. Tiyagilar ham bor. Tiyagilar ham bormi? Tiyagilar ham bor. Ha, tiyagilar har xil. Bular abrazislar, ha aka? Shunday. Shunday forma narsalar bo'ladi. Aka, telefon nomeri qoldiraylik. 91lik 91lik 262 262 99 92. 99 92. Aka, Bog'lanib rahmat. Xo'p, mayli akajon.